Assalomu alaykum savdo dunyosi kanali obunachilari. Hop biz Namangan shahar Hasanobod mashina bozoridamiz. Bugungi obzorlarimiz yuk mashinalari haqida bo'ladi. Ham yuk tashiydigan, ham passajirskiy deydi. Odam tashiydigan mashinalar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Inshaalloh Mercedes Vito. Hoji aka bu nechinchi yil? Yili 2006-yil. 2006-yil. Yoqilg'isi Yoqilg'isi propan, benzin. benzin motorga propan qo'yib qo'yilgan. 111 motor. 111 motor deydi. Benzindan ham propandan ham yuradi. Yuradi. Muammosi yo'q inshaalloh. Xo'p, bu asli passajirskiy bo'lgan ekan, sidenasi ham bor ekan. Sidenalar uyda turibdi deyaptilar. Sidenalarni ham berishadi inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin. Endi mashinamiz sal eskiroq holatda, 2006-yil ekan. Sal u yoq bu yoqlarga qarab oladigan holatda turibdi, lekin shunisi aniqki, sizga ish beradi. Narxi ham qulay. Hozir narxini oxirida aytamiz, batafsil inshaalloh tanishtiramiz. Buni ko'rinishiga, boshqasiga e'tibor bermaysiz. Mashinani ishlatgani olish kerak, maza qilish kerak. Xudo xolasa. Hop. Hoji aka, buni dokumentlarda muammosi yo'q, inshaalloh. Sedenkalari bor. Yuk tashiyman deganlarga yuk ham tashiyveradi. Passajir qilib ishlataman deganlar passajir ham bo'ladi. Ruxsati bor. Ruxsati bor. Texpasportda dokumentlarda muammosi yo'q. Hop, buni dokumentlari generalni ham chiqaradimi hoji aka? Generalni chiqadi. Chiqadi. O'zing mashinangiz, o'zingiz nomingizda inshaalloh. Narxi necha pul hoji aka? Srochniyaga sotamiz inshaalloh, misollarga nima qilamiz? Qo'yib yuboramiz. Endi 5,5 ming deyapmiz. Kelishib sotamiz-da. 5,5 ming narx qilishdimi? Narx qilishdi. Necha pul qilishdi? Sir bo'lmasa. 4 ming. 4 ming qilishdi. 4 ming dollar qilishdi, lekin 4 ming dollarga to'g'risi gap, hozir bitta labo ham bermayapti-da. Shunga Labo ham bermayapti. 111 motor qo'yib qo'ygan ekansiz bunga. Bu asli Mercedes Vito'lar dizel motor bo'ladi-da. Bunga misol ustanovka qilib hammasini qilib qo'yilgan ekan. Xudo xolasa bolalarning holatlari o'rtacha holatda normalni turibdi. 4 ming dollar qilishibdi. 5,5 ming narx aytyaptilar. Qo'shasiz inshaalloh yurg'izib yuboramiz. Hoji aka raqamingizni aytib qo'yaylik. 99lik 99lik 416 416 22 22 19. 2219 Mercedes Vito 2006-yil. Dokumentlarda muammosi yo'q. 5,5 ming so'm narxi. Inshaalloh 4 mingga bermaganlar telefon qiling, kelishtirib beradilar. Hoji akamizda ozgina o'sha pul zarur bo'lib qolgan, nimagadirga misol ehtiyojlar tushgan. Sizga kerak bo'lmasa, shunaqa mashina qidirib yurganlarga jo'natib qo'ying, salomat bo'lasiz. Hoji aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Rahmat. Avtobus top qo'ydim hoji aka. Firmalaringizni ishchilarini toshib yurgan. Avtobus. Dizel motor. Salonlarning holatlari o'ta zo'r, go'zal. Bismillah. Ya Allohim. Avtobus shofyorlariga ham bir bo'laylikchi. Hoji aka, buni yili nechanchi yilida? 2009-yil. 2009-yil. Bu qayerda avtobusi? Yaponiya Dubayga chiqargan. Yaponiya Dubayga chiqargan. Xitoy emas. Modeli nima deydi buni? Mitsubishi deydi. Salarga motor. Necha kishilik bu hoji aka? 28 odam oladi. 28 odam oladi. Shaharda toshib yurar ekanmiz. Isuzu o'rniga. Yili nechanchi yil edi? 2009-yil. 2009-yil. Mitsubishi Rosa derkan. 130 ta motor, ot kuchi 130 talik. Probegi? Probegi 416 ming. 416 ming. Motorlarda, hadovoylarda hammasida to'g'ri. Hozir hamma yo'g'ida ish. Farg'onaning mashinasi. Farg'onaning mashinasi. O'zimning nomimda. O'zingiz nomingizda inshaalloh generalni ham beraverasiz. Mabodo Namangandan boshqa viloyatlardan so'raganlar bo'lsa, generalni ham beraverardilar. Orqasida 1 ga 2 bagaji bor. 1 metrga 2 metr bagaj bor. Hoji aka, buni puli necha pul buni? Pulini 17 ming so'rayapmiz. Ozmoz kami bor. Baho qilishdimi hoji aka buni? Obunachilaringiz kelsa, kelishtirib beramiz. Baho qilishdimi? Real. Yani so'rab ketishyapti. 15 ming qilganlar ham bor. 15 ming qilganlar ham bor. Hop, sotiladi. Nomeringiz sizniki ekanligingizga, shu? Uydalar nomeri dadam. 2009. Balonlarning holatlari 416 ming. Bilmayman, to'g'risiga men avtobus tushunmayman, lekin o'rta holatga o'xshayapti. Oldi balonlari sal yaxshiroq o'xshayapti. 28. Balonlarning holatlari yaxshi ekan, hoji aka. Baloni yaxshi, isuzi balon tushiradi. Zimniy balon tushadi. Oldilar qaraganda sal orqasi. Oldi yangi balon, orqasi. Oldi yangi ekan. Zapaskasi tayyor. Konditsionerlar bor. Konditsioner 100% ishlaydi.
Yengil mashinalardan ham yaxshi ishlayotgan. Avtobusni qarang, hoji aka, oy, 28 ta, 30 ta, 40 talik odamingiz bo'lsa ham, mana bu yerda ozgina tikka turib, tikka turib Mikrofon, ketaveradi. mikrofon beradigan mana men mikrofon tiqsiz bo'ladi menga. Ha, bu yerga. U mikrofon tagida ham bor mikrofon beradigan. Ovoz berib turgan, ha, Gapirib shofyorlarga. ketaveradi. Zo'r ekan lekin hoji aka, bu yaponiskiy, oy. Bitta monitori ham bor. Qanday bunday avtobuslar bilan nima qilmang, bu haligi Yaponiyan brendi. Monitorlari bor, boshqalari bor. Zakonniy holatda turibdi, sedenkalari, poliklari hammasi zo'r turibdi inshaalloh. Chiroyli holatda avtobus solib qo'ydim hoji Bu aka. chirimaydi bu, tankani materialdan bo'lgan. Kuzov. Mashalloh, ko'ryapsizmi? Tankani materialdan bo'lgan ekan. Oy, hoji aka, hali ham o'tiribsiz like bosmasdan. Mana qarang, qo'shimcha mana bu yerda sedenkalar ham bor. Tayyor. Yig'ishtirib qo'yasiz, qo'lingizni qo'yib ham ketsa bo'laveradi. Hop, hoji akam buni 17 ming dollar so'rayaptilar. 15 ming dollar qilishdi dedilar. U yog'ini bizga qorong'i, Allohgachin. Hop. Hoji aka, nech pul borlari telefon qilsin sizga inshaalloh. Nech pul bilan bitkazib yuboramiz. Bir 10 ming puli bo'lsa qolganini Nasiyaga ham beradi. Narxini o'zgarmagan holatdami? Narxi 6 oygacha. Jayaligi 1 yil desak, uzayib 6 oygacha. Iloji bo'lsa naqd bo'lsa, yaxshiroq skidka qilib beradi. Naqd bo'ladigan bo'lsa skidka qilib beradi. 10 ming dollar plyus bo'lsa 6 oygacha. Misol kelishasiz u yog'ini 15 ming ham 16 ming kelishasiz. Bu yog'ini 6 oygacha oyma-oy qilib turib berasiz. Dokumentini keyin sizga o'tkazib beradilar inshaalloh. Hoji aka, nomeringizni aytib qo'yaylik. 93lik 93lik 732 732 1110. 1110. Farg'onaning mashinasi O'zbekiston любой joyga xohlaganlarga generalni ham beraverar ekanlar. Yuruvchilarga bo'lmasa oformit qilib olasiz. Salomat bo'lasiz. Hoji aka, bozoringiz bersin, inshaalloh telefon qilishadi. Telefon qiling. Oy, ekaningizga tirsilab like bosib qo'ying. Motor. Hop. Katta mashina so'raganlarga Changan. Oka, Changan 2014-yil, ha? 2014-yil. Kraskalari Kraskasi ponna ashijit bo'lgan, urilgan, surilgan, almashgan joylari yo'q. shunchaki sep qo'yilgan. Kilit tekshirib o'sharadi. Qarab turib. Hop. Yurganlari 199 ming yurgan. Benzin ham yuradi, ha? Benzin gazga yuradi. Inshaalloh yuradi benzin gazga ham. Yangi motor qilib qo'yilgan. Motor qilingan. Motor noldan qilingan. Motori rasxod qilmaydi. Prebega qancha bo'lgan buni? Prebegi 199 ming. 200 ming. Motordagi hali 1000 kilometr yurdi desam bo'laveradi. Voy, obunachilar, dubl kabina bu. Xotirjam ikkita oshnangiz bilan yo bo'lmasam oilangiz, o'zingiz yursangiz bo'laveradi. Faqat tepasida tenti yo'q. Inshaalloh metallari bor. Hop, balolarning holatlari zo'r holatda ekan shekilli. Balolar yangi ekan, ha, aka? Qashti yangi. Qashti yangi ekan, zo'r ekan. Balolarga ishqoz bo'ldim. Dokumentida muammosi yo'q ekan. Dokument gaz baloni ham 80 talik kabanchi bola. Xohlasalar oformit ham qilaverar ekansiz. 80 partiya Buxoroniki ekan. Lekin xohlovchilarga generalni ham berishaveradi. Bo'ladi. Buni Changan nima deydi buni modelini? Changan. O'zi faqat Changan, ha, shu. Changan 69 talik ot kuchi. Changan 69 talik der ekan. Hop, buni puli nechi pul aka? Pulini 6 ming deyapman, ozgina o'tib beramiz. 6 ming $6 ming dollar. Tent qilsa dokumentlar ruxsati bor, yuk bor, tent. Ruxsati bor. Bor. Qo'linsa xarajatini bo'lsa, asosan dokumentda 3 yilgacha genlarni yurishaveradi. Yurishaveradi ekan. 6 ming baho qilishdi aka. So'rab turishibdi. Hech pul qilish sir bo'lmasa. Endi sal qulayroq, hozir misol haligi bozorga qarab turib yurmasak bo'lmayapti-da. Telefon qilishga so'nda xolos kelishtirib boshqa qilib beramiz. Chiroyli qilib turibmiz. Sizlarni shu yerga kanalingizdan sizlarni muxlislarni bo'lsa, kelishtirib ozroq qilib beraman. 2014-yil Changan dubl kabina so'raganlarga 6 ming dollar deyaptilar. Hoji aka, nomeringizni aytib o'raylik. 93 93lik 498 498 1030. 1030. Ozgina misol chehollariga qarab oladigan joylari bor, lekin poliklari bor. Chiroyli holatda. Bu konseyner bo'lmaydi? Yo'q, biz konseyner hadovoyni qilib qo'yganman. Hadovoy zadniy yangi radiatorni qo'yib qo'yganman. Zadniy mo'z ko'robka, motor, hadovoysini, mo'z ko'robka tushumi yo'q. Benzin gazga yuradi. Shundoq kelasiz, haydab ko'rasiz. Bitta genlarni qilishadi, haydashaveradi. Kelishtirib, chiroyli qilib turib beradi inshaalloh. Almashgan joyi yo'q. Azotsko anaqa oynalari ham. Laboratoriya almashish boshqa bo'lmagan, joylari bor ekan. endi u bitta qo'lda yurgan desam bo'ladi mashinani. Telefon qiling, pul zo'r ekan. Like'ingizni ayamang, sog' bo'ling. Changan so'raganlarga tayyor
Bortligini top qo'ydik inshaalloh. Pullari ham sal qulayroq ekan. Bu nechinchi yil edi? 2018 aka bu. 2018, probeglari 177 ming euro. 177 ming yurgan. Halol. Oynalari elektronika tushadigan holatda ekan. Bolalarning holatlari to'rttasi ham zo'r inshaalloh. Mos, korobka, hadovoy-padovoylarda ishlari yo'q. Yo'q, ish yo'q. Chiroyli holatdami? Motorlari ham muammosi yo'q, ha? Yo'q, ta'allanmagan, ishlab turgan mashina. Benzinga ham, gazga ham yuradi. Yuradi. Benzinda ham yuradi-a? Ha, 265 talik gazlar bor. 265 talik gazlari bor. Necha kilometr yuradi o'sha 265 talik? 450 yurib beradi. 450 yurib beradi. O ketdi. 450 kilometr yurar ekan. Oy, 265 talik bo'lar ekan bunda. Bitta ba'zi birlarda bitta qo'yadi. Bunda 450 Ko'pida bitta qo'yadi. Yurar ekan. 265 talik ekan. O'zlari yo'q qo'yadilar bu narsani. Bu yo'qlari hadovoylar zo'r. Dokumentlarda muammosi yo'q, Muammo yo'q. Bortli, tentli. Bortlik, tentlik, ha? Tex pasport. Tex pasportda bortlik, tentlik. Toshkent mashinasi ekan. Hop, generalniy bo'ladimi bu? Jo'ra? Bo'ladi, 150 bo'ladi. 150 bo'ladimi? Nimaga siz generalniy olgansiz, o'sha muddatdan qo'shib berasiz. Shunaqa. O'tkazib berasiz. U yog'iga oform, xohlovchilik oform qilasizlar. Bu pulni necha pul deyapmiz? Buni 8 ming ozmo tushib beramiz. 8 ming ozmo tushib berasiz. Baho qilishdan buni sir bo'lmasa? Yo'q, endi baho qilishmaydi. Qilishmadi. Konsener eng lyuksda. Chirigan, pirigan, bir nima qilgan joylari yo'q. Inshaalloh endi baribir 2018-yil mashina. 8 yil bo'lgan. Sal u yoq bu yoqlarga qarab olasiz, bosaverasiz. Bu konseyneri bormi? Konsener bor, ishlaydi. Konseyneri bor, ishlaydi. Mexanika korobka, 5 talik korobka deydi. Xudo xolasa. Cho'tki inshaalloh. 8 ming dollar deyishyapti. Telefon qiling, chiroyli qilib turib narxini qilib berishadi. Telefon nomeringizni aytib beraylik. 95lik. 95lik 151 151 20 20. Toshkentning mashinasi. Telefon qiling. 8 ming dollardan o'tib beradilar. Balki 6,5 boshqa mashinamiz ham bor. Balki 6 mingga berardilar. Inshaalloh telefon qilsangiz. Alloh xayrli qilsin, hammaning ishini o'nglasin. Ramazon muborak bo'lsin. Salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum. Changanni yangirog'ini so'raganlar. Inshaalloh. Hop. 2020 2021 2021 probeglari 193 ming halol. 193 ming halol, 4 ta bolalari yangi holatda turibdi. O'ta ideal holatda ekan. O'zi ham o'zi ideal ekan. Bu dubl kabina emas, bittalik kabina deydi. Salonlarni ko'rsatib qo'yadi operator. O'ta ideal holatda, chiroyli holatda turibdi. Kondisionerlari bor. Konsener, airbag, ABS sistema eng lyuksda. Bular o'shaligi yangilangan pokoleniya ekanda. Pokoleniyalar yangilangan. ABS tormoz anular, ABS tormoz bo'lmaydi, eskilar. Yo'q, bo'lmaydi. ABS tormoz degandan keyin o'ta zo'r bo'lar ekan bu. Shunaqa. Hop, 2021-yilda benzinga gazga yuradi, gazlari Gazlar bor. 65 talikmi? 75 talik gaz bor. 75 talik balonlarni o'rnatib qo'yishgan ekan. Hop, 2021-yil. 4-pokoleniya gaz. 4-pokoleniya gaz ekan. Hop, buni puli necha pul, jo'ra? Pulini 9800 dan kelishib beramiz. Qulayroq ayting. 9,5 ming qilib beramiz. 9,5 ming kelishtirib berasiz, telefon qilishadi, 9,5 ming dollar baland aytasiz. Men mo'ljalimda endi misollarga Yaxshi mashina, xudo xolasa. bilmayman, mashinangiz zo'r, menga yoqdi, normal holatda turibdi, salonlari, boshqalari umuman muammosi yo'q. Bir dona defekt, ayb nuqson topadigan holatda emas ekan. Inshaalloh 9,5 ming dollar deyaptilar. Kelishtirib berasiz. Sizni o'sha raqamingizmi haligi 20. Ha. Necha edi? 95lik 95lik 151 151 20 telefon qiling. Ikkita mashinalari bor ekan. Xohlasangiz Borto'ylik 2018, xohlasangiz bu Borto'ylik. Buni ham dokument bor-a? Bu ham bortli. Yo'q, endi qilinadimi? Dokument Bo'lgan? yo'q, oformit sotamiz faqat buni. Buni oformit qilinadi. Bu lekin inobat qilib qo'yasiz. Buni generalni berishmas ekan. Oformitga sotishar ekan. Bu yog'ini telefon qiling, egalari bilan o'zingiz gaplashib olasiz. Salomat bo'lasiz. 2018-yil ekan. Changan so'raganlarga bu ham xudo xolasa normal holatda turibdi, salonlari. Probegi necha? Qancha? 240 ming. 240 ming yurgan ekan. Benzinga, gazga yuradi. Ha, yurib turibdi. Aka bu 50 partiya nomer ekan. Buni dokument nima bo'ladi? Generali chiqadi. General chiqadimi? Ommosi yo'q, 1 yil emas, 3 yilgacha. 3 yilgacha. Xudo xolasa egalardan generalni berishar ekan. Bolalarning holatlari o'ta ideal holatda turibdi.
Normal holatda turibdi. Bu yoqlarda sal pal nimalari bor, lekin buni nimasi-chi? Borti dokumenti-chi? Bortli tentli qildirib beramiz. Qildirib berasiz, ha? Hmm. Kelishib misolaligi nimasini kelishib qolsangni bortlik Ha. tentlikni berishar ekan. Salonlarni holatlari zo'r, qo'liklarni solib qo'yishgan. O'zini holatda chexollar turibdi. Inshaalloh magnitofon. Buni ham konditsioneri bor, jo'ra? Konditsioner bor. Ishlaydi. Mhm. Ommosi yo'q. Yo'q. Buni puli necha pul? 2018. Buni 7,5 ming qilib beramiz og'ir. Oxiri 7,5 ming. Hmm. Yo'q, 7,5 mingdan sal baland aytibsiz. Kelishtirib nima qiling. Yo'q, o 8 ku bu. O 8 bo'lgani bilan endi 7,5 ming ozgina balandda. Sal haliga kelishtirsangiz, xudo xolasa inshaalloh. Barakasi ko'rib beramiz. 7,5 ming dollar deyaptilar. 100 dollar kami deyaptilar. 7 ming plyus bor bo'lsa telefon qiling. Ukamizda rosa mashina ko'p ekan. Yangilari ham bor ekan. Hozir mana bu yerda dubl kabinalarni ham qo'yamiz. 95lik 151 151 20 20. 20 telefon qiling. Xohlagan turingizdan bor ekan. Bu kishi changam bilan shug'ullanadigan ukamiz. Narx-navosini kelishtirib berasiz. 26 lari ham bor ekan. Endi video qilolmaymiz. Unga vaqtimiz yetmaydi hozir. Telefon qilsangiz zo'rlar bor ekan. Dubl kabinani qo'yaylik. Bo'ldi. Birdaniga o'chirmasdan. Buni misol raqam shart emas. Mhm. Dubl kabina 60 partiya. Ha? Mhm. Dubl kabina 60 partiya. Nechinchi yil bu? 2019-yil. 2019-yil. Oynalari elektronika, xudo xolasa Eng holatlari luksdan. yaxshi. Konditsioner nima hammasi ishlaydigan. Luks konditsioner deydi. Honda Radno ishlar. Родной kraska yo'q. Yo'q. Ходовой, подовой, задний мост Zo'r. zo'r. Bolalar yangi. Qo'lonlari yangi ekan, haqiqatda yurmagan ekan bo'lgan, zo'r ekan. Buni dokumenti-chi ukan? General chiqadi. Chiqadi, ha? Chiqadi. Egasdan chiqadi. Egasdan chiqadi. ha. Egasdan dokumentlar generalni chiqadi. Bortlik, tentlik qilib berishadi. Chunki Ha. biz qiladigan bo'lsak, ozgina qimmatroq ketsa, bular qiladigan bo'lsa, ozroq ketadi. Shunaqa. O'shaning uchun har bir ishni chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan gaplari bor. Inshaalloh Shunaqa. buni puli necha pul? Buni 9200 qilib beramiz. Kelishtirib beramiz. 9200 dollar deyapsiz, kelishtirib berasiz. Hmm. Qancha puli borlar telefon qilsa, 8 puli borlar telefon qilishsin. Qilchaysiz. 8000 dollar pulingiz bor bo'lsa telefon qiling. Bu yog'ini 50 so'm, 100 so'm nari berasiz, ishingiz bitqadar. 95lik 150 151 151 20. Ismingiz nima edi? Abdulloh. Abdulloh. Telefon qilasiz. Abdulloh Allohning quli. Salomat bo'ling.